Mana bu Surxondaryo daryosi. Kattaligini ko'ryapsan, pashti 1 kilometr. Endi ba'zi kuz bo'lgancha suv kamroqda. Bahorda juda ko'p keladi, toshib keladi. Chunki tog'lardan, adirlardan suv ko'p bo'lganligi uchun, yog'ingarchilik ko'p bo'lgancha toshib ketadi suv. Juda opasni keladi ekan suv ham juda. Hozirgi paytdagi vaziyati shunday ahvolda. Juda zo'r joyda. Bu bitta irmog'i sho'rchidan o'tgan. To'g'ri, boshlanishi ham sho'rchi. Mana shunday Surxondaryo deyiladi. Mana ko'ringlar. Bu joyning o'zini emas, asosan faqat shu sho'rchidan o'tgan, keyin qumg'irg'onda tugaydi. Boshlanishi ya sho'rchida, yo bo'lmasam Denovda. Shu ko'p aralashtiraman-da, qaysidan sho'rchidan boshlanadimi yo Denovdan boshlanadimi aniq bilmayman lekin. Tugashi Qumqo'rg'on suv omborida tugaydi.